Ertalabdan osh yedim. Uyda tovuq go'shti bor ekan. Mayli. Qanaqa go'sht bo'lishidan qat'iy nazar deb oshni boshlab yubordim. Moy, tovuq go'shti, piyozni yaxshilab qovuryapmiz. Tillaranga kirgunicha navbat sabzijonga keldi. Sabzini ba'zilar ko'proq soladi, ba'zilar esa kamroq soladi. Biz esa ko'proq solishga harakat qildik. Oshimiz chiroyli chiqsin deb albatta. Navbat zirvakka yetdi. Zirvagimiz chiroyli bo'lib, sekin asta milq-milq bo'lib qaynayapti. Qavurlari ham ko'rinib turibdi. Guruchini soldik. Go'shtlarni atrofiga chiroyli qilib terib oldik. 15-20 minutdan keyin oshimiz tayyor bo'ladi. Mana, oshimiz ham tayyor bo'ldi. Qip-qizil chiroyli bo'lib chiqibdi. Suzyapmiz. Mana go'shtini qo'ydik. Endi yeyishga mana oshni o'tirib mazza qilib yeyapman.